Qabristonda bir qabr bor ekan Abdustagi. Ko'plar borishar ekan. Haqiqiy qabr, unda pastga tushib borasiz, haqiqiy anaqa bor, lahatga qo'yiladigan, keyin haqiqiy yotadigan joyi bor. Eshitganmisizlar? Ha, eshitganmisizlar yo'qmisizlar? Bitta oq bo'z to'shab qo'yibdi. Qop-qorong'i haqiqiy qabr. Sal narsaga birov bilan urushib ketaverardim. Urushib kerak bo'lsa yo'lda ham bitta signal bosib qo'ysam, mashinani shunday avarinkan yoqib tushib mushtlashib, mana shunaqa yurgan bola qarasam, juda ahvolim og'irda. Eskichaga ishonmayman. Ko'plar aytishdiki, o'zing o'qitib tasha bir narsalar. Men aytdim, unaqa narsaga ishonmayman. Faqat Allohga ishonaman. Eskicha bir narsalarga ishonmayman. Keyin bir ikkitasi tavsiya qilardi o'sha qabristonda, qabrda. O'sha yerga oxiri bordim deb bitta o'zim. Keyin domla o'rgatib turdi, kirasan, amallab yotib qabrga yotasan, 2 minut ko'zingni yumib yotasan, 2 minut ochib yotasan. Qabrga. Tirik odam qabrda yotish kerak. Kirdingizmi? Kirdim. Kirib amallab yotib joylashib oldim-da. Keyin qo'limda telefonim ushlab olganman. O'sha taskil berib turibdi qo'limga. Chunki telefon yorug'ida kirib yotib joylashib oldim. Endi telefonni o'chiringda 2 minut ko'zingizni yumib yoting dedi. Keyin ko'zingizni 2 minut ochib yotasiz dedi. 2 minut, o'sha 2 minut ham yota olmadim. 1,5 minut yotdim. 1,5 minutda shu 35 yillik hayotim o'tdi-da oldimdan. 35 yil shunchalik tez o'tar ekan Allohning irodasi bilan. O'zimga boshqa bir narsalarni ham maktab qilib oldim. O'sha paytgacha men to'g'risi Abdustagi o'limdan ham qo'rqmaganman. Uzoq borsa jonimni oladi deb hamma joyda tikkan o gaplashib ketaverardim. Har qanaqa odam bilan. Ko'p bo'lsa mana shuncha pulga tushib ketar ekanman, yo bir narsa bo'lib ketaman. Qo'rquv yo'q edi. Shu 1,5 minut yotgandan keyin shundoq ko'zimni ochsam, qop-qorong'i zimistonda. Hech kim yo'q. Qabrni ichi bu. Na boyagi akamsan, ukamsan, yaqinimsan deganlar bor, na boshqa bor, hech kim yo'q. Bitta o'zim yotibman. Butun badanim muzlab ketdi-da. Keyin ustimda bundan ushlab ko'rsam xo'l. To'g'risi siyib qo'ydim deb o'yladim. Shunaqa o'yladim. Kiyim xo'l-da, kiyim. Qo'rquvdan ha bu. Keyin 1,5-2 minut yotishim kerak. Ustimni ushlab ko'rsam xo'l. Dabdala qildim bu joyda dedim-da. Keyin amallab chiqib qarasam hamma joyim xo'l. Butun suyakdan ter chiqib ketar ekanda, qo'rquv kuchliligidan. Keyin amallab chiqayapman-da, Allohga shukr deyapman-da, qo'lim ishlab turibdi. Nimaga siqilaman? Mana 1 yil ichida bitqazaman degan mehmonxonam qurilishini ham 2 yilga surdim hozir. Bu yil emas, keyingi yil bo'ladi. O'lsam demak hech narsa olib ketmayman men. Shundoq ketar ekanman, bo'ldi. Hamma narsa qolib ketar ekan, o'sha konsertlar ham, kinolar ham hammasi qolar ekan. O'limdan qaysidir ma'noda qo'rqdim keyin Abdustagi. Sababi farzandlarim taqdiri, qizlarim, o'g'lim ertaga misol uchun realniy hayot bu tirikligingizda bo'laveradi. Jigarimsan, yaqinimsan deydi-yu, lekin siz ketsangiz, farzandingizga uzog'i 2 yil bo'lsa kerak odamlarning mehri, yaqinlaringiz. Keyin misol Oloddinni yetim bolasi deyishidan qo'rqdim-da. Ularning taqdiridan qo'rqdim. Demak, o'zimni ham asrashim kerak ekan. Hamma joyga o'zim ururmasdan. Chunki farzandlarim kimning qo'liga qaraydi?